20 yillik turmush qurgan oilada ajrim bo'lgan. Bunga nima sabab deb o'ylaysizlar? Ko'rsataymi? Shu sabab bo'lgan. Ya'ni jinsiy olat sabab bo'lgan. Bu yaxshi turmagan. 20 yillik oilada 15 yildan beri jinsiy aloqa 2 oyda bir, 1 oyda bir bo'lsa bo'ladi, bo'lmasam 1 minutga ham bo'lmagan. Ya'ni jinsiy olat turadi, yotib qoladi. Endi siz videolaringizni ko'rdim, doktor, xo'jayinimga tashladim, men xo'jayinimni yoqtiraman, lekin men ham ayol kishiman, men ham o'zimni gormonlar, muvozonatim yaxshilanishi uchun jinsiy aloqa kerak-ku. Ko'p videolarda, ijtimoiy tarmoqlarda gapirishadi-yu doktorlar deb yozibdi. Akalar, qandli diabeti bor insonlarda emas faqatgina, jinsiy olatda, g'ovak tanada fibroz bo'lib ketgan bo'lsa yoki venoz yoki arterial qon tomirlarida muammo bo'lsa ham jinsiy olat turmaydi. Tursa yoki yotib qoladi. Shuni hisobga olinglar. Bir marta bo'lsa ham andrologga borib uchranglar. Ya'ni men doktor sifatida sizlarga murojaat bilan chiqyapman. Bu faqat haligi o'zingiz sog'ligingizga e'tibor berib sport bilan shug'ullanishda emas.